Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli do'stlar, aziz uzum shinavandalari, bugun 26-iyun 2025-yil. Sizlar bilan biz mani bog'imda, hovlimdagi uzum bog'imda, bu Qo'qon shahrida biz bugun sizlarga bilan qisqacha bitta yangi, mani uchun yangi, mani kolleksiyamdagi yangi nishona hosil bergan uzum navi bilan qisqasi bir ko'rsatib tanishtirib o'tishni niyat qildim inshaalloh. Mana bu xudo xolasa mana nishona hosillari, shingilchalar yotibdi. Ular parg'ama qilingan shoxlar hammasi nima deydi? Mana qora 1 yillik novdamizdan chiqqan yangi mevali shoxlar mana shunaqa bir go'zal hosillar berdi. Endi 2 donami 3 dona xolos, lekin mana hozir bittasini shunday uzamiz, xudo xolasa tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Meni o'zim uchun ham bu yangilik. Bismillah. Sizlarga tanishtirish maqsadida mana bu shingilni uzdim. O'sish quvvati o'ta kuchli. Ketyapti mana. Anchagina ketyapti. Mana bu shpaler ham yetmay qoldi. Undan ham o'tib ketyapti. Juda yaxshi. Lekin hali yetilishni boshlangan yo'q novdalari. Hali sal vaqtli shekilli. Chiroyli, hozircha kasallik tushgan yo'q, alhamdulillah. Hali novda chiqadi inshaalloh. Kim qiziqsa bu navga. Demak, navimizning nomi mana bu yerda birkasi ham bor. Familiyasini yozib qo'ygandik. Kalugin Viktor Mixaylovich, mashhur Ukraina seleksioneri Zevs degan navda keltirib chiqarganlar chatishtirish usuli bilan. Bu shingilchamiz. Lekin ukrainalik hamkasabalarimiz juda chiroyli nishona bas umuman hosil olishgan. Men xudo xolasa rasmlarni ham joylashga harakat qilaman. Endi menikiga unchalik kamchilik e'tibor bermaysizlar. Asosiysi bu o'zini navini tasdiqlagani, adashmaganimiz. Endi hozir qisqasi xarakteristikalari. Ikkita eng katta donani kesib oldim. 10 gram ko'rsatdi bittasi. Ikkinchisi ko'proq ham bo'lsa kerak. Aytganimdek mana 12 gram. Donlarimizni uzunligi mana 50 millimetrga to'g'ri keldi bittasi. Shikasi yegani. Ikkinchisi mana bunday qilib qo'ydim-da endi. Bu ham shu 50 millimetr. Haligi 12 gram ko'rsatgan, nimadir kesganimdan keyin 13 ga ham o'tib ketdi. Endi bu tarozini xatoligi bo'lsa kerak. Ishqilib mana hozir kesdim. 4 ta urug' chiqdi, ko'rsatildi. 4 ta urug'. Lekin hali texnik yetilishga yetib kelgani yo'q. Kesishimdan hozir karsillamaligi sezildi. Endi buni bir tishlab ham ko'raman inshaalloh. Keyin shakarini o'lchaymiz. Hozir boshqa mana o donini uzib tishlab ko'raman. Mana ovoziga bir e'tibor beraylik. Bismillah. Ustki qismi umuman karsillama. Ichigacha ham. Poltavskiy manikyurga o'xshagan, juda bir olmaga o'xshagan bazu, lekin o'shanga yaqin. Tarkibi ichigacha shunaqa holatda ekan. Shakari hozir kamroq chiqargan. Sababi ta'midan bilyapman, hali kislotasi, nordonlik xususiyati ketgan yo'q. Shakar ham hali to'la yetilib olgani yo'q. Demak, hali to'liq yetilishiga hali bor. Lekin dasturxonga qo'yib yuborganim ko'rkamlik uchun, yeb mazza qilish uchun emas, albatta. Dasturxonni ko'rki uchun bo'ladigan holatga kelib qoldi. Azizlar, mana demak to'plagan shakari bugungi kunga 12,5 x. Ancha kam. Endi har qalay hamma mazza ta'mda o'zi uchun o'zi belgilaydi-yu, meni ta'm bilish, ta'm talab qilish xohish istagimga binoan bu ancha kam. Menga shu bir kam 17 bo'lish kerak, bo'lmasam ag'a. Bugungi 26-iyun holatiga ko'rib turibsizlar, mana yerda anchagina sug'arilgan, yaqinda ham 3 kun bo'ldi, yaxshilab sug'arilgan.
Albatta bu sug'arish bilasizlar, shakar to'planishiga shakarni tarqatib yuboradi. Shunaqa xususiyati bor. Shuning uchun imkon qadar uzumchilar pishishga bir 20 kun qolganda uzumni sug'arish to'xtatishadi. Endi dasht sharoitida balki quruq yerda demoqchiman, toshlar issiqlik kuchli yerda bugungi holatga allaqachon pishib yetilgan bo'lar edi. Bizda endi unaqa holatimiz yo'q. Shuning uchun hali yana bir haftacha kutamiz buni to'liq pishishini. Mana shu boshlarini imkon qadar agar saqlanib qolsa olib qo'yishga harakat qilaman. Demak, ta'mini davomi bo'yicha oddiy mo'tadil shirin. Hech qanaqa nima deydi, muskat ta'mli tashqaridan bir meva boshqalarni eslatadigan hech qanaqa boshqa ta'm sezmadim men. Faqatgina shu oddiy shirin ta'm ekan. Xudo xolasa agar shakari yetilib kelsa, hali aytganimdek nordonligi ketsa, keyin o'zimiz dasturxonga bemalol tortiqsi bo'ladigan. Xo'p, demak, ko'chatlar masalasida mana shu parg'ama qilingan 1 2 3 4 5 donaginami ko'chat qishga inshaalloh tayyor bo'lish kutilmoqda. Undan ag'ini keyin novdalar savdosi bo'ladi. Qiziqqanlar uchun shu agar ortib qoladigan bo'lsa, bahorga keyin o'zim ko'chat ham qilib berishga harakat qilaman inshaalloh. Sihat salomatlikda yursak, o'sha kungacha Alloh nasib qilsa. Hammalaringga ajratgan vaqtlaring uchun minnatdorman. Klass, like belgisini bosib, biror kommentariyga biron nima yozib ketishdi. Iltimos esdan chiqarmanglar. Kanalimiz rivoji, qolgan qadrdonlarimizga ham bu videoni yetib borib, ular ham tanishishiga anchagina yordam bergan bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.